Hop, salon narxi bilan bozorga pashti $1000 ga yaqin razniya bo'lib qoladi-da. Ya'ni bozorda arzon degani. Xo'p, barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qadrdonlar, akalar. Bugun Andijon mashina bozoridan 22-may Cobalt so'raganlarga xudo xolasa imkon darajasi taqdim etamiz. Ukam, salondan naqd pulga olaman deb turganlarga mana shuni ko'rsatib yuborsangiz, xudo xolasa arzoniga olsin deyapti. Eng qizig'ini aytayman aka, men qarang. Ay, eng qimmati, salonda eng qimmat Cobalt, ya'ni ko'ja salonli 7000 yurgan 2025-26 yangi tablo, yangi aka monitor, oldi ikkitasi dinasi qiziydi va aka polni kojinli salonligi, xudo xolasa, evakor polik tashalgan, nomer qadalgan aka. Boshqa ishtima qilinmaganmi? Video registrator ham bor edi. Qarang aka, buni oldi ablisovkasi hamchi, qora black pianoli variant bo'ladi-da bulardiki. Oqmas. Aka, men ovozini qarang. Buni ham hozir bunday bitur sindirardimi, to'g'risi? Qo'l kerak akalar. Xo'p, bog'dod ishlari 750 so'mdan zavod narxi bo'lyapti hozirgi kunda. Xo'p, xomg'ishlar 400 so'mdan bo'lib ketgan, faqat kelib olib ketish narxingiz aka bu. Agar dastlabki deydigan bo'lsangiz, vodiy bo'ylab dastlabki qilib beriladi. Kelishilgan holatda sho'rlamasligiga, uyingizga olib borib zakaz qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa sanag'iga javob beramiz. Undan tashqari xudo xolasa akalar, eng kamida 3000 ta zakaz qilaverasiz. Ekrandagi nomerga telefon qilib, omadli xariddan desangiz, albatta akalar, chegirma bonus qilib berishadi. Like bosib, qurilish qilayotganlarga jo'natib qo'yasizlar. Va mana avtomobilning motorini ham qarang aka. Gap yo'q. Bu tomonda aka usulinli ABS, konditsioner va aka motorlari ham shu ekonomishni motorda chiqqanlardan haqiqiy o'zimiznikilardan ancha rasxotgan. Video registratorlarga dur qo'yilgan. Aka, mashina o'zi 7000 yuribdi. Generalni beraveraman deyapsiz. Endi buni narxini ayting, necha pul so'rayapsiz o'zi? 13, siz kanalingizga 13200 dan ozgina o'tib beramiz. Hurmatli vatandoshlar, $13200 dan kamini qilib beriladi. 25 ga 26 7000 yurgan eng full, eng qimmati. Faqat naqdmi? Nasiya barter? Barter bo'laveradi. Barter bo'ladi va naqd pulga beriladi. Gap yo'q. Telefon nomer 93lik 428 428 7007. Mana shunaqa Cobalt so'raganlarga, salondan olaymi, bozordan olaymi deganlarga aka mana shuni podpis qilib qo'ying va albatta like bor sizdan. Yo'q. O'zi aka tonirovka ruxsati bormi axir? Borizga shu. Hurmatli vatandoshlar, davom etaveramiz. Yo'q ukam, bizga sal yili pastrog'i kerak degan akalarimiz bo'lsa, navbatdagi Cobalt 2022 kraskasi toza. Tonirovka ruxsatlariga dur bor. Generalni chiqadi? Dokumentga generalni berilaveradi. Mana aka, avtomobilning motorining holati. Bu tomonda ABS, konditsioner, metan gazlari bor. Motor hadovi qanaqa aka? Motor hadovilar ideal. Mana shu zavodskiy diskada aka 4 ta yumshoq balon. Hop, 4 ta eshigi shumkalarga dur qilingan va 68000 probegda aka mana. 22-68000 probeg, torpedkalarning holati. Matlarga pishalkalarga dur qilinibdi. Rulida cruise control multi sistema va sidinasida aka chexoli bilan yo'lin bo'lmagan evakor polik tashalgan aka. Va mana ortidan ko'rinishi. 2022 kraska toza. Generalni berilaveradi, shumka qilingan, tonirovka ruxsat bor. Ukam dehqonning mashinasini shuni olib chiqdi deyishyapti. Mana aka, qozonlarni ham qarang. Tayyorlanmagan holda, zapaska ishlanmagan ekan aka. Xo'p. Gap yo'q. Ana endi aka buni narxi qiziq, narxi. Narxini necha pul deyapsiz? Narxini 10500 kami bor deyapmiz. Hop. Pul yetmaganga nasiya qilib beraman. Gap, akam o'zi ham kulib yubordi-yu. Narxini $10500 kami bor deyapti. Agar pul yetmay qoladigan bo'lsa, o'zaro nasiya savdo imkoniyati bor. 5-6000 puli bor chiqadi. 5-6000 puli borga. Bartergachi. Barterga ham chiqadi. Barterga ham kelishamiz. Aka, bozor narx. Bo'chasiga. Bozor narx bermadimi aka? Narx berdi. Ishtir bo'lsa. O'nda pastda bo'ladimi? 9,5 ming berishyapti. 9500 bermayapsiz. 10500 deyapti. Akamiz aytganidan $1000 arzoniga so'rabdi. Qo'shilsa beriladi. 5-6000 puli borga variantga ham chiqaveradi. Telefon nomer 91 483 43 raqamlariga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zidan olib, omadli xariddan deb qo'yish sizdan chiqmasin. Like bos sizdan. Gap so'z yo'q. Xo'p aka, davom etaveramiz. Ana endi hurmatli vatandoshlar, navbatdagi Cobalt ko'ringlar. 2019 ga 20.
19 desak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Dokument qana bo'ladi aka? Dokumenti оформлениеga. Xo'p, mana aka avtomobilda motorining holati. Bu tomonda ABS, konditsioner, 4-pokoleniya propan gazi bor. Kraskasi qanaqa? Kapot kiriladi. Qaysi tomon kapot kiriladi? Kapot polniymi yo polniy emasmi? Kapot polniy, mashkiriladi. Narkiloda yo'qmi? Yo'q. Narigida yo'q. 4 ta spisa diska, 4 ta yumshoq balon, holatlari ham yaxshi holatda. Shumkalariga do'l qilingan. 192 ming probeg. 2019 4-paysa avtomat. Kaltlari ham aka mana zapaskalar bilan turibdi. Yo'lim bo'lmagan, resinka tashalgan. Xo'p, ochyapman, bekitib qo'yibman, qulplab qo'yibman. Va aka mana ortidan ham ko'rinishi. Оформление generalniy iloji yo'qmi? Zapaskasi ham tushmagan. Mana aka, qozonlarning holati, zapaskalari ham aka mana gullari bilan turibdi, xudo xolasa. 2019 yurgani 190, 2000 yurgan, Krillo kapotda kraskasi bor, 4-paysa avtomat. Narxi nechi pul buni? 8,5 ming. $8500 kami bor. Faqat naqdmi? Naqd. Bozor naqd bergandir, shep. 7950. 7950 ga dur bermanlarmi? Siyay. $50 kamidimi? Gaga. Xo'p, faqat naqdmi? Naqd. Telefon nomeri 99lik 99lik 980 980 0485. 0485 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zlari bilan gaplashasizlar. Balkim sizga endi aka bermaganiga berar, balkim undan o'tib berar. Ag'ir siz savdoyingizga bog'liq. Bizda aka darsda davom etaveramiz. Bu qiz qanaqa aka? Xo'p, hurmatli vatandoshlar, navbatdagi Cobalt 2021 bitta o'ng tomon, ya'ni benzin bak Krillo tomon, orqa eshikda kraska bor ekan, qolgan joy toza. Toza joy. Tekshirtirib olaveradi. Gap yo'q aka. Generalniy chiqami? Generalniy chiqmaydi. Xo'p, akalar qarang, bu tomonda ABS konditsioner, mashina benzinda, gaz qo'yilmaganmi? Qo'yib qishda chiqarib ekan. Gap yo'q aka. Xo'p, zavodskiy diskalarda turibdi. Xo'p, oldi ikkita yon oynalari sonsozlashlarga do'l bo'lgan. Hormang va 73 ming yurgan aka abagreiflari bor edi. 2021 bitta orqa eshikda kraskasi bor. Qolgan joyi toza. Aka orqani ochib olasizmi? Xo'p, ukam, to'g'risini aytganim yaxshi, gaz qo'yib chiqarib yuborgan ekan deyapti. Mana aka. Bo'ldi. Mana aka. Oho, yashayman. Qani aka, changlari bilan, Bay, aka, bu atverka ishlanmaganmi? Yashang aka. Shuncha ko'z tekkan joyi bor ekanda, aka. Xo'p, oldin gaz qo'yib, metan qo'yib chiqarib olgan ekan. Mana shu orqa eshikda kraskasi bor, qolgan joyi toza. Eshik nima bo'lgan aka? Alishganmi, alishmaganmi eshik? Eshik ham o'ziniki. Eshittirib olaveradi. Xo'p, ana endi aka narxini ayting buni. Necha pul so'rayapsiz? $9200 kam bor, 2021 73 ming yurgan, bitta mashi eshikda kraska, qolgan joy toza. Halol 73 ming probeg. Shunasi bizdan yaxshi. Bo'ldi aka. Aka bozor necha pul beryapti yoki necha pulga berasiz aka? Uka buni 89 ga beramiz. Oxiri-ya? Oxiri 8900 ga deyapti akalar. 2021 73 ming yurgan, bitta orqa eshikda kraska bor, qolgan joyi toza. Mana aka 21 avtomat. Kerak emas. Tekshirib, jon chiqishga minib, mana shag'al yo'lga. Boringizga ishga. Keyin pul erishaveradi. Aka 2000 so'm pul bermasin, tekshirtinsin, minib ko'rsin, yoqtirsa baraka deyapti. Yoqtirsa baraka. Telefon nomeri 77 77lik 267 267 41 12. 4112 raqamiga murojaat qilib omadli xaridlarni qo'ying. Aha, barter imkoniyatlari ham bor. Bizga iloji boricha mexanikasini tozalaridan ko'rsatgan deganlarga qarang. 2020 aka qancha yurgan bu? 97 ming probeg, 2020 kraska toza. Ikkinchi paysa, hurmatli vatandoshlar, mexanika mana. Xo'p, avtomobilda motorning holati, bu tomonda ABS konditsioner, metan gazlariga do'r bor. Zapaskasi tushmagan. Serios. Tushmagan. Generalniy chiqadimi? Chiqadi. Xo'p, zapaska ishlanmagan ukam deyap. 4 ta charm yumshoq bo'lib qo'yilgan, holatlari ham yaxshi holatda. Xo'p, 97 ming yurgan, 2020 ikkinchi paysa mexanika. Mana aka, tarpetkalarning holati, tevada video registrator, Leonim qilingan ekan aka. Xo'p, gazini aytdim. Orqani qana ochamiz? Qani? Va mana ortdan ko'rinish. Bo'ldi aka.
Ko'rsatib qo'yamiz zapaskasi. Yo'q, aka, o'zim hozir ochib ko'rsataman-da. Mana temir metani, chexollar ham bor ekan bunda. Xo'p, va aka, mana qarang. Haqiqatda zapaska ishlanmagan. Bo'ldi, aka. Xo'p, ana endi aka buni narxi qiziq. 97 ming probeg 2020. Xo'p, 2020 kraskasi toza, ikkinchi paysi mexanika. 9400 ozgina beradi. 9400 dollardan kamini qilib beriladi. Faqat naqdmi? Savdoyimiz ham bor. Naqd va nasiya savdo bo'ladi. Barterchi. Hamma yo'l bor. Barter ham bor. Telefon nomer 97 97 835 835 70 00. 7000. Ushbu nomerga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling va mana shunaqa kamroq yurgan toza mexanika so'raganlar jo'natib ko'rasizlar. Qizil kimdan? Qizil. Bitta yangilik qilib qo'yaylik, mana shuni ham qo'shib yuboraylik. Assalomu alaykum, tog'a yaxshimisiz? Oldin bitta tortib qo'ying kapotini. Qizil kobalt bilinmani bozorda mana shu bitta bo'lsa kerak o'zi ham. Hey, gap so'z yo'q aka. Mana navbatdagi kobalt qizil rangda. Mana hayitga xudo xolisa opa-singillarimizga, onaxonlariga yoki kimdir umr yo'ldoshiga beradimi? Qizil rangidan so'raganlarga. Yili necha o'zi buni? 2013 avtomatmi? Ey, yashang. Kraskasi-chi? Kraskasi Chizig'i bor. Qarang aka. Avtomobil bu tomonda ABS konditsioner, 4-pokoleniya metan gazlarga do'l qo'yilgan, motor ham ochilmagan. O'zi qancha yurgan bu? 183 ming yurgan, 2013 4-paysa avtomat, ledga do'l qo'yilgan. Hashi zavodskiy diskalarda turibdi. Undan tashqari generalni chiqaverami? 50 partiya ekan. Generalni chiqadi. Xo'p, 183 ming yurgan ekan, men qarang. Avtomat garobga mana. Shunaqa yili pastroq biranta kobalt beraman deb qo'ygan bo'lsangiz, mexanikadan ko'ra avtomat berganingiz 1000 marta yaxshi, to'g'risida. Orqani ochla. Buni to'g'ri bu chizig'i bor dedingiz, chizig'i qayerda? Qani? Qayerda? Ha. Mana chizig'ida pasi. Chizig'ini pastida bor. Boshqa joyda yo'qmi? Boshqa joyda yo'q. Tepalarda ham yo'q. Tekshirib olaveradi. Ishiklari ham yo'q o'ziniki, boringizga shukr, yashang. 2013 180 ming yurgan aka, mana metallari va qozonlarning holatini qarang aka. O'rgan tuyalari bilan turibdi-ku bu. Zapaskasi, diskasi bilan. Xo'p. Davolasa o'zi bitta ekan bozorda. Narxi ham ishqib bitta emasmi? Nech pul so'rayapsiz, qani? 300 tushib beramiz ozgina. 2013-yil hurmatli vatandoshlar, 180 ming yurgan, hop, chizig'ini past do'kon kraskasi bor, mana shu ikkita eshikda deya, boshqa joylari toza, avtomat, hop, narxi 6300 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqd sotamiz. Nasiya barter? Yo'q, telefon nomer 93lik 441 1163 aka, mana. Nima deysiz endi? Yomonni qo'shib turing. Kommentariyada o'z fikringizni ham qoldirib ketasiz imkon darajasida. Biz ham imkon darajasida taqdim etyapmiz. Like bos sizdan. Yaxshi. Aka bo'ldi, xo'p, xudo xolasa. Ana endi aka qarang, navbatdagi hurmatli vatandoshlar, kobalt ko'ringlar. Yana bitta ash qizilni yonida oqidan deganlarga mana mexanikami bu? Hop, 2014 birinchi-paysi aka, mana shuni bitta hisobini olasiz-da. Ana unga qaratib rangini menga qizig'i yo'q ekan deb yuborasiz. Metan gazlari bor. Motor hadoyi qanaqa? Motor hadoylarda shu. Kraskasi-chi? Kraskasi petnolari bor aka. Petnolari bor. 4ta. 4ta yumshoq bo'lon, ko'zga do'q xizmatingizni qiladi, lekin qishga yangilash kerak. Yurgani qancha? 211 ming probeg, 2014 birinchi-paysa mexanika, sidinasidagi yaxshi chexol qilingan ekan, lekin rezinkasi, 3D polilari bor buni. Hop, generalni chiqami? Keyin chiqaveradi. Va mana ortidan ko'rinish. 60 nomer. 2014 temir metani bor. Hop, va aka mana qozonning holati, zapaskalari yetib olgani yaraydimi? O'ylantirib qo'ydingiz. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz? 6200 deyapsiz. Ana. Aka, 2014 birinchi-paysa 4tami joyida petnosi bor ekan. Yurgani 211 ming yurgan, narxi 6200 dollar kami bor. Xo'p, mana qizildi 6300 nima? 6,5 mingmi? 6300 dedi aka. Teng bo'li avtomat 180 ming yurgan. Shunga qarab aka ishingizni qilaverasiz. Telefon nomer 99lik 980 0485 raqamlariga aloqaga chiqing va omadli xariddan aka deyish esdan chiqmasin, biz davom etaveramiz. Gap so'z yo'q. Xolos onlayn ham qilib beraverasiz. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz ukamja. Unaqa yili pastlari to'g'risi
Bo'lmaydi desangiz mana 2025 bor ekan maytda, ukam arzonroq qilib beramiz deyishyapti. Kraska toza. Xo'p, generalniy, davernis, onlayn siz onlaynlarga qilib berar ekan. Dokument to'g'rilama umuman muammo yo'q. ABS konditsioner 4-pokoleniya propan gazlari bilan. Haqiqatdagi ruchkalar, nimalari bilan turib, zapaslari bilan tiniq bor u. Mashina to'rtta yangi yumshoq balon qo'ygan. Hop, pokoleniya propan gaz. Torpedkalarning holati mashinani. Elyonim ham qilgan hatto. Rezinka tashalgan, chexol bor endi aka. 2025 9000 yurganmi? 9000 probet toza. Kraskalari top-toza. Rixtobga ham yo'q, endi chexol, poli hamma yo'q, tayyor. Qisqasi minishga tayyor. Bu orqalarga bunaqalar tashalibdi mana. Mana qarang. Mana. Mana qarang. Yashang aka, bo'ldi, bitta tashavering. Ana endi aka qani bitta qiziqtirib narxini ham ayting endi aka. 2000 dan ozgina tushib beramiz. Hoppa, 2025 9000 yurgan. Aka, Mana bu tayyor. bozor narx berayotgan. 11700 beryapmiz. Bermaysizmi? Yo'q, yo'q. Qo'shsa berasizmi? Qo'shsa beramiz. 11700 beryapti-kan bozor. Qo'shilsa beraman ukam deyapti. 2025 hop, istagan hujjatingiz bo'ladi. 4 ta yangi yumshoq balon, pokoleniya propan gazlariga bor, chexol polilarga o'qib bo'lgan. Faqat naqdmi? Naqd. Telefon nomeri 88 lik 614 11 raqamlariga murojaat qiling va omadli xariddan hamka deyish borish esdan chiqmasin. Biz davom etaveramiz. Bunisi necha edi? 20. Xo'p, bu ham avtomati. 2022 kraskasi. Kraskasi toza mana aka. 2022 110 ming yurgan, kraskasi toza va aka o'sha 2022-yilda chiqqandi. Xo'p, oldi ikkita sidinasi qiziydigan variantda chiqqanlardan aka. Mana aka torpedkasi 112900. Evakor polikka o'rtashalgan 2022 zavodskiy diskasida 4 ta yumshoq balonlari bor va metallarga qo'yilgan. Mana aka. Tomonda ABS konditsioneri bor. 2022 generalni chiqadimi? Chiqadi. Livoy narxi chiqadi. Livoy dokument bo'ladi xohlasa. Xo'p aka. Ana endi buni narxi qiziq aka, necha pul so'rayapsiz? Aka 9,5 ming berishyapti, ashuni qo'shasiz beramiz. 9500 qilyapti ekan bozor aka, qo'shilsa beraman deyapti. 2022 kraskalari ham toza. Faqat naqd pulga, naqd pulga. Telefon nomer 88 lik 614 11 raqamiga aloqaga chiqib omadli xariddan deb qo'ying aka. Like bosishingizdan chiqmasin, biz davom etaveramiz. Egasiz. Xo'p, ana endi aka qarang. Xo'p, navbatdagi hurmatli vatandoshlar, Cobalt ko'ringlar mana. Yo'q ukam, yana ham yili basroq kerak. Yana ko'tarib yubordingiz. Siz qarang aka, 2014. Xo'p, ikkinchi paytsan bu? Ikkinchi payt. Kraskasi qanaqa? 3 ta petno bor. Yurganicha aka? 2014 490 ming probek, ikkinchi paytsa mexanika, oldilari ekan pechat dedi. Mana shu turlarni, kapotlarni ko'rishingiz mumkin. Konditsionerlar ishlaydi. ABS bor, konditsioner bor. Motor qadayoq qanaqa? Motorlar zo'r. Generalni chiqaverami? Ozroq muddatga generalni chiqadi. 4 ta yumshoq balon, balonlar holatlari ham yaxshi holatda. 4 ta eshigi shumka. Xo'p, 493 ming probek aytganda, ikkinchi paytsa mexanika, konditsionerlar ishlaydi. Sensor datchiklarga to'g'ri qilinibdi aka. O, orqada kolonka ham bor yana. Evakor polik. Va aka mana ortidan ko'rinishi. Yaxshi. Aka, bu sensor datchik ishlar ekanmi? Ishlaydi, titillaydi, bo'ldi. Zatni yurganingizda aka, hali vasofani aytib turadigan narsalar qilingan. Qozonlarning holati, zapaskalar, disklar bilan turibdi. 2014 493 ming probek. Ana endi aka buni narxini ayting. Necha pul so'rayapsiz? 6,5 qo'yaylik. 6500 dollar kami bor. Kamini qilib beramiz. Faqat naqd pulmi? Ko'za politsiya nima qilib, Andijon shahariga nasiya savdo qilib beramiz. Andijon shahar, Andijonga qisqasi. O'ziga. Nasiya savdo yetmasa qilib berasiz. Ha, bo'lmasam naqdga beramiz. Xo'p, telefon nomer 90lik 621 621 43 61. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Ushbu nomerlarga akamizga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zida oling. Albatta aka bizga like bosib qo'ying. 14-yilda Cobalt so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar. Akalar, davom etaveramiz. Ashi yangisiga uka 1000 dollar yetmayapti-da deydigan bo'lsangiz aka, ashi 1000 dollar arzoniga navbatdagi Cobalt ko'rasizlar, xudo xolasa, hurmatli vatandoshlar. Kraskalari toza.
Asha ko'pchilik o'zi bilsa ham kerak, asha mashhur blogerlardan mingan buni ukam deyapti. 2024 mi? Ayba. Gench qo'rami? Akamon qarang. Bay bu bloger motoriga suv ham tekkizmagan shekilli-ga. O qarang aka, changlari bilan u metan gazi bor, bu tomonda ABS konditsionerlarga tayyor turibdi, xudo xolasa. 2024 73 mingmi? 78 ming probeg. Zavodskoy diskasida 4 tarchi yumshoq balon. Balonlarning xudosi kuzga kelibdi, yangilab yuborasan va salonlarning holatlarini ham ko'ringlar mana. 78 ming yurgan 2024 4-paysa avtomat, sidinasida chexol, yonib bo'lmagan aka 3D polik tashalgan. Xo'p. Arqa kapotda aka o'zi bosib yuborasiz endi. Mana aka. Mana aka, temir metani va qozonlarning holati. Qarang aka, hech nima yuklanmagan. Xo'p, atverkalariga turibdi, xudo xolasa. Xo'p, ana endi aka mashinaning narxi qiziq, narxi. 2024 78 ming yurgan, generalni chiqadi, gazlari bor, yumshoq baloni bor. Narxi necha pul aka? 10.800 dollardan kamini qilib berasiz. Faqat naqdmi? Naqd puliga. Aka bozor naqd berdimi? Beryapti. Aytalmaysiz. Ha, chipchiq 10 mingga qo'shyapti. 10 mingga qo'shsa berasizmi yo'q bermaysizmi? 10 mingga qo'shyapti hozir. Va, o'zi qo'shyapti. Yana qo'shish kerak. Qo'shish kerak. Gap yo'q. Faqat naqdmi? Naqd. Barterchi. Barter bor, Barter Jimda Devo mashinalarga bor. Telefon nomeri 93 93 250 1011 raqamiga murojaat qiling va qolgan batafsil aniq ma'lumotni o'zida oling. Omadli xariddan aka deyish ham esdan chiqmasin. Albatta like bosib do'stlarga ham podelitsiya qilib qo'yasizlar. Bugun bozordan bir 23-yil Cobalt chiqmaydimi ekan? Bari 25-24 bilan tugab qoladi desam, yo'q, yaxshi. 2023 dan mana aka topdik. Hop. 2023 kraskasi toza. Va aka avtomobilni mana motorini, holatlarini ko'ringlar, qarang aka. Hop, ABS bor. Mana aka. Tomonda konditsioner, 4-pokoleniya propan, motor zashtalarga turibdi. Undan tashqari zavodskoy diskada 4 ta yumshoq balon, holatlari ham aka o'rta holatda. Mana aka salonni ko'ring. 2023 torpedkalarining holati mashinani, monitor, video registrator qo'yilgan, sidinada o'ziga yarasha chexoli, va korpolilari ham bor. Xo'p. Kraskasi toza? Gem berasiz. Yenam beri oramiz, onlayndan beri oramiz, 30 yo'l olsin, nima qilsin. Nima qilsa dokumentdan ham muammo yo'q, pul bersa bo'ldi. Mana aka, qozonlarning holati. 2023 70 93. Ha, 93 ming yurgan, kraskasi toza, 4-paysa avtomat. Narxi Narxini 10.300 dan tushib beramiz, kami bor. 10.300 dollar kami bor. 1-2 oyga bera olamiz. 10.300 kami bor. Barter Devoga, Anjonga bor. Xo'p, faqat naqdmi? Keyin variantga bermaysiz? Yo'q, variantga 1-2 oyga kelisha olamiz. Xo'p, telefon nomeri 94 94 104 12 104 12 04 raqamlariga murojaat qiling va qolgan ma'lumotni o'zida oling aka. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Aka, Cobalt ishqibozlariga davom etaveramiz aka. Navbatdagi Cobalt qarang, sostoyanasini 2025 ash o'zimizda stayllardan aka. Xo'p, bar, monitor, video registrator hamma yo'llari qilingan, start stopga qilingan. Dokument qana bo'ladi aka buni? Generalni beriladi aka. Gazni pulini salonga ishlatib o'rgan ekansiz aka. Qarang aka, bu tomonda ABS konditsioner, motor zashtalariga bor. Lekin mashina benzinda. 2025 generalni chiqadi. Avtomobilda zavodskoy diskada 4 ta yumshoq yangi balon. Xo'p, va aka salonni ham qarang, bitta buni. Bay, gap yo'q. Yaxshi chexol aka mana. Unaqa aka barlardan ham yangicha barlar qo'yilgan. Monitorlar originalidan aka deyapti. Start stop qilingan. Video registrator bor. Undan tashqari evakor polilarga tashalgan. Olib minishga tayyor ekanda. Tayyor. Salonga akkuratni tiniq narsalar ishlatilmoqda bor. Buni qarang aka. 2025 10 ming yurgan, kraskasi toza, lekin mashina benzinda. Toshkent partiya bo'lgani bilan, lekin aka gen daveniyasi berilaverar ekan. Ana endi aka buni narxini ayting. Mashina yangi ekanmi?
aka 12200 narx aytayotgandik. Ha, 12200 aytayotdingiz. Xo'p, bizga necha pul endi? Sizni obunachilaringizga aka 11900 dan sunnatiga o'tib beraman. Aka 11900 dollardan sunnatiga o'tib beraman deyapti. Endi ag'ir necha pulga o'tkazib olishingiz siz savdoyingizga bog'liq. Faqat naqdmi? Naqd pulga. Naqd pulga. Telefon nomer 91lik barteri bor. 91lik 619 619 1144. 1144 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zidan oling. Omadli xariddan deyishim aka, esingizdan chiqmasin. Lekin moshni yaltillab turibdi, qarang aka. Tiniq sasda yanada.